Bunday pasni faqat Messi bera oladi. Mbappe biroz markazlashib to'pni Messiga uzatdi. U to'pni qabul qilgach Mbappe ichkariga kirib bo'lgandi. Messining qarshisida 6 ta futbolchi bor edi. Agar xato qilsa, ular qarshi hujumga qochishlari aniq. Messi to'pni o'zining sevimli chap oyog'iga to'g'rilab oldi. Mbappe esa o'zi bilan birga 2 ta futbolchini olib ketdi va Neymar uchun hudud ochdi. Messi ana shu nuqtani kuzatgan holda yana biroz markazlashdi. To'pni o'tkaza olish juda ham qiyin edi. Messining o'rnida boshqa futbolchi bo'lganida to'pni boshqa futbolchiga uzatib yuborgan bo'lardi. Chunki unda boshqa variantlar ham bor edi. Lekin u Neymarni tanladi. Messi uzatmani amalga oshirdi, to'p oyoqlar orasidan o'tib Neymarga yetib keldi. Va bunday vaziyatda Neymar nima qilishni juda ham yaxshi biladi va yuksak darajada bu vaziyatni yakunladi.